onajoninlarim, barchangizga sog'lik, salomatlik tilagan holda yaqinlarimga dil izhorlarim loyihasi ijodkorlari Nurobod tumani Sarayqo'rg'on qishlog'iga Shamsiddin Otajonimning xonadonlariga tashrif buyurish maqsadidamiz. Bugun o'z shukrona kunlarini nishonlayotgan Shamsiddin Otajonimizni Alloh bergan bebaho ne'matlari, farzandlari, ishonch tog'lari, o'g'illari hozirda musofir yurtlarda halol mehnatlari ila ishlab yurgan Abdumannon akamiz hamda Jamshid aka, Xurshid akalar nomidan Otajonimizga mana shunday avtomashinalarni sovg'a qilish maqsadidamiz. Azizlarim, bizni kuzatishda davom eting. Keyingi tashrifimiz sizni xonadoningiz va keyingi tabrigimiz sizni eng aziz mehmoningizga ham bo'lishi mumkin. Otajonimizga o'z sovg'alarini topshirishda davom etamiz. Barchangizga kattakon rahmat azizlarim. Yangi kunlarni qarshi olganlarga, Allohim deb turganlarga, sajdaga bosh qo'yganlarga assalomu alaykum. Shu kunlarga yetganlarga, otajonin shod etganlarga, duo qilib turganlarga assalomu alaykum. Assalomu alaykum aziz mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun Shamsiddin Otajonimizning shukrona kunlaridir. Otajonimizni davramiz markaziga taklif etamiz. Marhamat, Shamsiddin Otajonimiz. Savlat to'kib yurgan uyimda, siyrati bor turgan bo'yimda, bir o'ynasin xursand to'yimda, otamni bir quchoqlab qo'yay, dunyo ishini bir chetga surib, borligida mehriga to'yay, xafa bo'lsa qo'yay kuldirib, otamni bir quchoqlab qo'yay, do'sti bo'lay, sirdoshi bo'lay, u maqtansin men baxtga to'lay, xursand bo'lsa jilmayib kulay, otamni bir quchoqlab qo'yay, otamni suyangan tog'im, ishongan bog'im otamni davlatim, boyligim, qiblagohim man otamni. Avvalambor otajonim, sizni bugungi nurafshon, shukronalik, shodiyonalik, payg'ambarimizga ummat,
yaqinlaringizga ne'mat bo'lgan kuningiz bilan yaqinlarimga dil izhorlarim loyihasi ijodkorlari nomidan tabriklaymiz otajonim. Ilohim umringiz uzoq, rizqingiz butun, tani joningiz sog' salomat bo'lsin. Farzandlaringizni, nabiralaringizni baxti kamolini turmush o'rtog'ingiz bilan birgalikda ko'ring. Ularni yaxshi kunlarida, to'ylarida doimo o'zingiz bosh bo'lib, davralarni to'rlarida savlat to'kib turishligingizni Allohimning o'zi nasibi ro'za aylasin otajonim. Otajonim, mana shu o'rinlarda sizga bir savol bilan yuzlansam maylimi? Tashakkur. Bizni loyihamizga murojaat etib, sizni xonadoningizga kelib tabriklashimizni so'ragan, sizni eng yaqin insonlaringiz, qadrdonlaringiz bor. Otajonim, nima deb o'ylaysiz? Bu yaqin insonlaringiz kimlar bo'lishlari mumkin? Kimlardan kutyapsiz bunday sovg'ani? Uchta o'g'lim, ikkita qizim bor. Uchta o'g'limdan orqasida kelinim, sularim, qizlarim. Ulardan kutaman, boshqa kimdan kutishim? Albatta otajonim, sizni eng yaqin insonlaringiz bu sizni oila a'zolaringiz, turmush o'rtog'ingiz, farzandlaringizni mehribon onajonisi, jufti halolingiz Ashroy onajonimiz boshchiligida va sizlarni Alloh bergan bebaho ne'matlaringiz, farzandlaringiz hozirda musofir yurtlarda halol mehnatlari ila ishlab yurgan o'g'lingiz, ishonch tog'ingiz Abdumannon aka hamda o'g'illaringiz Jamshid aka, Xurshid akalar nomidan, qizlaringiz Maftunaxon, Zarina oylar nomidan, qolaversa qizingizdek mehribon bo'lgan kelinlaringiz Shahro yangajonimiz, Barno yangajonimiz, barcha nabiralaringiz nomidan, kuyovingiz nomidan va barcha yaqinlaringiz nomidan tabriklaymiz otajonim. Bizni loyihamizga murojaat etib, sizni tabriklashimizni so'ragan asosiy tabrigiz Abdumannon aka bo'ladilar. O'zlari izohda bo'lsalar-da, sizni tabriklashimizni bizdan iltimos qilib so'radilar va sizni juda ham yaxshi ko'rishlarini va juda ham sog'inganliklarini aytdilar. Endi esa otajonimizni sovg'alar bilan kutib olamiz. Marhamat, onajonimizni sovg'alari, marhamat, farzandlaringiz nomidan onajonim, jufti halolingizni shukrona kunlari muborak bo'lsin. Kattakon rahmat. Otajonimizni shukrona kunlari muborak bo'lsin. Davlatni topgaysan, ota-onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Sening mehring ular ko'ngil to'rida saqlagaylar kim? Ulardan boshqa birovdan bu koshonang topilmaydi. Molu davlatni topgaysan, ota-onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi.
hayal qilsang kutib ostonani teshgay ular ko'zi. Ular ketganda bu yangliq zarostonang topilmaydi. Unutma avvalo ota-onang holini so'rmoqning, juda bo'lgach o'zing yoqlashga bahonang topilmaydi. Molu davlatni topgaysan, ota-onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Allohdan tilaganimiz Alloh subhanahu fayz baraka ataysin. Hammalaring tani jonlari sog', umri uzoq, rizqi butun bo'lsin. Mana sovg'a qilgan ularni ham Alloh omadini bersin hammasi. Alloh uni o'zini niyatiga yetaversin. Shamsi bu bilan yangamiz qo'sha qarib, farzandlarini kamolini ko'rib, hoji va hojilarga nasib etsin. Ilohim farzandlarining huzurini ko'rib, nevaralarini katta qilib, ular yaxshi kunlarini ko'rib, doim xuzoq bo'laversin. Yaxshi kunlari behisob bo'lsin. Allohu akbar. Allohu akbar. Tabriklaymiz do'stim. Ilohiyatlar kelgan. Qullu olsun, qullu olsun. Muborak bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar. Mana bugun xush kelibsizlar Shamsibon xonadoniga. Mana o'zlaringiz guvoh bo'lib turibsizlar, bugun Shamsibon xonadonida juda bir ajoyib xo'shlik bo'ldi. Shamsibonni tavallud kuni. Men fursatdan foydalanib sizni aziz mehmonlar nomidan, o'zim nomimdan Shamsibonni mana shunday tug'ilgan kuni bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Shamsibonga uzoq umr, sihat salomatlik tilaymiz. Shamsibon filmini o'sha qarib, nevara-chevarlarni, o'g'il qizlarimizni hammasini baxtli ikkalangiz sog' bo'lib, ularga bosh bo'lib, ularni kelajakda baxt kamolini ko'rib yurishga nasib etsin. Ikkalangiz ham yuzlarga kiringizlar, nimaiki orzu niyatingiz bo'lsa aytingizlar. Mana bir ajoyib narsani guvohi bo'ldik. Shamsibon mana shu mashina sizga qutlug' bo'lsin. Tagida shamollar esib, yaxshi kunlarga, to'y tomoshalarga minib, mazza qilib kelin bilan boradigan joylarga borib, maqruringizlar. Mana shu o'g'illaringizga, qizlaringizga mana shu narsani sizga sovg'a qilibdi. Kelgusida bularning farzandlari bularga shunday narsalarni sovg'a qilgan kunlarni ko'rish sizlarga nasib etsin. Hammaga sog'lik, salomatlik, yana bir bor sizlarni tabriklaymiz. Sog' bo'ling. Bola chaqalarimiz boshiga sog' omon bo'linglar. Nasib bo'lsa, hojatlar, hojona bo'lganlaringizni bundan ko'paylashib o'tirib tabriklaylik sizlarni. Sog' omon bo'linglar. Kattakon rahmat, ilohim aytganingiz kelsin azizlarim. Barchangiz mana shu xonadonga xush kelibsizlar. Maysalar o'sadi bosgan izidan, nurlari yog'ilib turar yuzidan, borini ayamagan o'g'il qizidan dadamga o'xshamas hech bitta inson. Yuzida ko'rinmas ichidagi dardi, yuragi osmondir, yo'q unda gardi. Odamlar ichida tengi yo'q mardi, dadamga o'xshamas hech bitta inson. Ko'zlari to'lib tursa-da yoshga, ko'ksini biz uchun tutarlar toshga. Borin ayamagan o'g'il qizidan dadamga o'xshamas hech bitta inson. Vaqtimizga ota-onalarimiz doimo sog' va salomat bo'lsinlar. Endi esa davramiz markaziga otajonimizni, ishonch tog'lari, o'g'illarini, Jamshid akamizni va Xurshid akamizni davramiz markaziga taklif etamiz. Davramizda kutamiz. Marhamat azizlarim. Yuzaga keling.
Baxtimizga sog' bo'ling. Dunyo turguncha turing. Aziz Masiyam sog'amiz, tabriklaymiz. Kuyovlarga chaqiring, o'zi bitta kuyovlar. Darvozada qo'yilgan. Qo'l yerga. Avvalambor assalomu alaykum. Davijon sizlarga kiring. Sizlar vaqtingizga, ayam vaqtingizga har doim sog' bo'lib, sizlarga boshib yuring yo'llaringizga. Hojatda hojana bo'lib yuringizlar. Nasib bo'lsa, shu vaqtlar qasriga yuborish nasib qilsin bizlarga ham. Vaqtimizga har doim sog' bo'linglar yo'llaringizda. Assalomu alaykum. Davijon sizlarga kiring. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Sizlar vaqtingizga sog' bo'ling. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Natijan tug'ilgan kuni bilan tabriklaymiz. Yoshlarga kiring. Uzoq, respekt ziyoda bo'lsin. Har doim sizlar boshimizga bosh bo'lib uzoq umr ko'ring. Rahmat. Natijan tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Ayam bilan bizlar vaqtimizga doim sog' salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Dadajon, tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklayman. Sizlarga kerak, ayam bilan, dadam bilan. Har doim ayam bilan shafqat. Bu yil nasib bo'lsa, hojilarga jo'natish, hojatlar qilish nasib akamlarga. Tabriklayman, sizlarga kerak. Kuyovlari marhamat, davramiz markaziga taklif etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum hamshimo, sizga kattadan katta tabrik. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bolalaringizda, nevaralaringizda oshda har doim shunday yaxshi kayfiyatda, yaxshi kunlarda bosh bo'lib turib tabriklaymiz yana bir bor. Rahmat. Otajonimizni shukrona kunlari bardavom bo'lsin ilohim. Mana shu o'rinlarda musofirda halol mehnatlar ila ishlab yurgan o'g'lingiz Abdumannon aka nomidan ham tabriklaymiz. Musofirda yurgan barcha vatandoshlarimizni Allohim o'z panohida asrasin. Shu bilan birgalikda sizlarni Alloh bergan bebaho ne'matlaringiz, farzandlaringizni ham Allohim o'z panohida asrasin. Ishlarini rivojini, barakasini bersin ilohim. Otajonim, shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Doim mana shunday oila a'zolaringiz e'tibor markazida bo'ling. Marhamat, endi esa barchangizni otajonimiz, onajonimiz bilan birgalikda davra raqsiga taklif etamiz. Marhamat azizlarim. Sağlık
Barchangizga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz azizlarim. Barchangiz mana shu qutlug' xonadonga xush kelibsiz. Shamsiddin otajonimizni davramiz markaziga taklif etamiz. Otajonim, marhamat, davramiz sizga muntazir otajonim.
bugungi shukrona kunlaringiz bardavom bo'lsin. Farzandlaringizni baxti kamolini ko'ring otajonim. Bir omonat dunyoda omon bo'laylik. 5 kunlik dunyoda barchamiz mehmon. O'tkinchi umrimiz sinov, imtihon, hamisha g'animat insonga inson. Omonat dunyoda omon bo'laylik. Inson degan nomga bo'laylik loyiq, xayr saxovatli ishlar qilaylik. Bizdan, sizdan mehr muruvvat ko'rsin xaloyiq. Omonat dunyoda omon bo'laylik azizlarim. Barchangiz omonat dunyoda omon bo'linglar. Ilohim, otajonimizni Allohim 100 yoshlar bilan yuzlashtirganda ham mana shunday qadri baland qadrdonlaringiz uyingizni aziz mehmoni bo'lsin otajonim. Shukrona kunlaringiz bardavom bo'lsin. Azizlarim, sizlarning e'tibor markazingizda yaqinlarimga dil izhorlarim loyihasi ijodkori, suxandoni Xolida Ravshanova bo'ldim. Ko'rganingizga, eshitganingizga rozi bo'lasiz azizlarim. Mana shunday chiroyli sahna bezaklari uchun Elmusli kor sahna bezaklariga, Vohid akamizga hamda jufti halollariga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Mana shunday chiroyli shukrona kunlarni videoga olayotgan Dilshod video studiyasiga ham o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Izoh yo'llarimizni yaqin qilgan Bektosh akamizga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Marhamat, Shamsiddin otajonimiz, avtomashinalar muborak bo'lsin. Yaxshi kunlaringizda xizmatda bo'lsin. Ilohim otajonim, umra haj ziyoratlariga borib, hoji ota bo'lish martabalariga ham yetganda hoji ota bo'lib, mana shu avtomashinalarni onajonim bilan birgalikda haydashlikni Allohimning o'zi nasibi ro'zi aylasin otajonim. Shukrona kunlaringiz bardavom bo'lsin. Azizlarim, barchangiz o'zingizni, yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz uchun ehtiyot qiling. Sizlar bilan xayrlashmaymiz. Ko'rishguncha deymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling azizlarim. Tabriklaymiz otajon.